Tez bu yoqqa keling. Labiya oyijon. Keling. Bu sizlarni uy-ku. Qarang, hozir darvozaxonani ham ko'rsatishdi. Bu mehmonxona. Men sovchilikka borib, sizni qo'lingizni so'ragan xona bu. Zalis. Voy, nimaga indamaysiz? Sizlarning uyini ko'ryapsizmi? Bu xolingiz mug'ombir ekanda, a? Qarang, ham o'tirsa, ham ijaraga bersin mana kinochilarga. Rosa pul ishlayotgan ekanda. Voy o'lmasam. Voy, onangizga qo'ng'iroq qiling. Onangiz u yoqda pul topaman deb yursa, qiynalib. Biz mana yerda ikki xonalik kattalikda o'tirsak, bu artistlarga berib, pullarni. Voy, ishongim kelmayapti. Voy, mug'ombir ekan xolingiz. Muttaham. Oyijon. Nega dodiriysiz? Qo'ng'iroq qiling oyingizga. Bu uy bizniki emas. Qanaqasiga bu? Siz uyingiz emas. Ana, hozir darvoza xonalarini ham o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men sovchilikka borgan uy mana shu uy-ku. Oyijon, biz bu uyni ijaraga olganmiz. Sovchi kutish uchun vaqtinchalik shu uyda yashab turganmiz. Nima? Ijara? Meni ahmoq qildinglarmi, qizim? Voy, o'lmasam. Men qulog'imga ham, ko'zimga ham ishonmayapman hozir. Bu nima deganingiz, qizim? Demak, hammasi yolg'on. To'g'rimi? Meni ahmoq qilgansizlar. Men opamning gapiga ishonib, boy joy desa ishonib yuribman. O'zinglarning uyinglar qayerda? Uyimiz yonib ketgan. Keyin ota-onam green card yurtib Amerikaga ketishgan. Men esa xolamnikida Sergelida yashayman. Nima? Xolangnikida uyingda yashaysan. Sen ham ijarachisan, vaydo! Ko'ppa kunduz kuni meni aldashdi-ya. Voy, o'lmasam shu yoshimda aldanib o'tirsam-a. Ne kunlarga qoldim men. Chiqing ko'zimdan yo'qoling. Boring, keting xonangizga kirib o'tiring. Boring. Voy, hozir qon bosimim oshib